O'g'il bolani boshini yegan degan narsa kechirim so'rash. Shuning uchun kechirim so'raydigan ish qilmaslik kerak o'g'il bola. Mana shu islom bo'ladi azizlar. Islom, yana qayta aytaman, bu faqat masjid, namoz, tasbih u emas. Bu islom, bu din, bu hayot bu. Islom dinimiz birorta maslahat qilmagan, masala qolib ketmagan. Hatto ovqat chaynashimizgacha o'rgatadi. Islom aytadiki, og'zingga to'g'ri ovqat tiqma deydi. Chaynayotganingda chapillamasin deydi. To'kib yema ovqatni deydi. O'ng qo'lingda ye deydi. Chunki Rasululloh alayhisolom hadislari bor. O'ng qo'lda yeylar, o'ng qo'lda ichinglar, o'ng qo'lda olinglar va o'ng qo'lda beringlar. Chunki shayton shu ishlarni chap qo'lda qiladi. Ya'ni chap qo'lda yeydi, chap qo'lda ichadi, chap qo'lda oladi, chap qo'lda beradi shayton. Biz pul beryapsiz, o'ng qo'lda bering. Bir narsani olib ber desa ham chap qo'lda bermang, o'ng qo'lda bering, o'ng qo'lda oling. Bu dinimizni ko'rsatmasi, Rasulullohning sunnatlari bu.